Endi qizlar mana hisoblab bo'ldik. Hisob-kitob orqali chiqaradigan o'lchamlarimiz ham chiqib oldi. Endi qo'shimchalar bor mana. Qo'shimchalar qo'shishimiz kerak. Qanchalik keng turishini xohlasanglar, shuncha ko'proq qo'shiladi yoki tor turishini xohlasanglar qo'shilmaydi yoki 0,5 gina qo'shiladi. O'rtacha kenglikni xohlaganlarga ham o'rtacha qo'shiladigan sonlar bor. Mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, mana proyma balandligiga mana pribavkalar deganman. Ko'rinyapti mana pribavkalar. Proyma balandligiga mana proyma balandligiga 0 dan mana 0. Bu 0 deganim anaqa. Umuman qo'shilmaydi degani. Mana bu 0,5 gacha qo'shilgan deyilyapti mana. Bunisi tor bo'lsa, qomatga yopishib turishini xohlasanglar, shunaqa bo'ladi. Yoki bo'lmasam yengsiz ko'ylaklar qilinadigan bo'lsa, shunaqa qilinadi. Shu 0,5 olinadi. Qolganlari mana yengli ko'ylaklar uchun, tor ko'ylak uchun 1-1,5 sm qo'shiladi. Proyma balandligiga kengroq ko'ylaklar uchun 2-3 sm gacha qo'shiladi mana. Xo'p, orqa kengligiga tor xohlasanglar 0,5 qo'shasizlar. 0 dan 0,5 ga yo'q qo'shiladi yoki 0,5 qo'shiladi. Yoki umuman qo'shilmaydi. Mana 0 deganman boshida. 0 yoki 0,5. Ko'rinyapti? Agar o'rtacha kenglikni xohlasanglar 0,5 dan boshlab 1 sm gacha qo'shiladi. Bu degani 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Mana bu orqa kengligiga qo'shiladigan son mana. Mana bu yerda bo'lib qo'yibman. Mana bu yana orqa kengligiga 3-chi qo'shimcha 1,5, 2 mana. 1,5 yoki 2. Xo'p, shirina proyma hozir biz hisob-kitob orqali chiqargan o'lchamimiz bor-ku, proymani kengligi. Agar yopishibroq turadigan badanga, qomatga yopishib turadigan bo'lsa 0,5 dan 1 gacha qo'shiladi. Biz hozir hisoblaganimizda birato'la chiqarib yordikda shuni qo'shimchasini. Mana o'sha qo'shimchalar har xil bo'ladi mana. 0,5 dan 1 gacha. Bu tor xohlasanglar, 1,5 dan 2 gacha o'rtacha kenglikda xohlaganlarga, 2,5 dan 3,5 gacha keng xohlaganlar uchun. Xo'p, ko'krak aylanasiga ham, ko'krak kengligiga, oldi kenglik bormi bu? Orqa kengligiga va oldi kengligiga, ko'krak kengligiga o'ziga yopishib turishini xohlaganlar 1 sm qo'shadi. Qo'shmasa ham bo'ladi aslida. O'zi to'g'ri o'lchangan bo'ladi. 1-1,5 sm. Mana o'rtachaga kirib ketyapti mana. O'rtachaga ham 1,5 sm deyilyapti. Tushunyapsizlarmi? Kengroq xohlaganlar 1,5-2. Ko'krak kengligiga misol uchun jaket, paltolar qilaman desanglar qo'shasizlar buni. Jaket bilan palto oversize qilib kostyumni tikaman desanglar 1,5-2 qo'shishinglar mumkin-da. Tushuntira oldimmi? Menimcha tushunyapsizlar deb o'ylayman. Endi mana shu qo'shimchalarni men o'rtachasini oladigan bo'ldim. Ko'krak kengligiga qo'shaman. Mana o'rtachasi. Ko'krak kengligiga 1,5-1 qo'shsa bo'ladi mana. 1 sm qo'shaman. Xo'p. Orqa kengligiga mana orqa kenglikka 1 sm qo'shaman. Proyma balandligiga mana 20 edi. Unga qo'shaman 1-1,5 deyilyapti. 1 sm qo'shaman. Xo'p, mana bu yerda 1 dan 2 gacha qo'shganimizda 1,3 qo'shdik mana. 1,3 proyma kengligi uchun. Mana shu qo'shimcha edi. O'zi aslida ko'krak aylanasini o'ngga bo'lganda proyma kengligi kelib chiqsa, mana bu yerda aytganman-ku. Shirina proyma teng nimaga? Abxat gurut bo'lingan o'ngga. Bunisi abxat gurut bo'lingan o'ndan bir qismiga mana 1 dan 2 gacha bo'lgan sonni qo'shganimiz, bular mana shu bu qo'shimcha mana. Qo'shimchalar. Pribavka. Mana bu ham qo'shimcha. Bu ham mana qo'shimcha. Pribavka. Mana bularni tayinlab oldik. 17 ga 1 qo'shsak 18 bo'ladi. 18 ga 1 qo'shsak 19 bo'ladi. 20 ga 1 qo'shsak 21 bo'ladi.
Bu yerda mana 10,5 tayyor chiqqan mana.